Mo'ngluq Baqiev 1932 aprel iyida Almuta viloyati Uyg'ur nakasining Kichik yesida dunyoga kelgan. Kichigidan adabiyotga ishtiyoq bog'lagan u o'rta maktabdan keyin Abay nomidagi Qozoq pedagogika institutining filologiya fakultetiga o'qishga tushib, uni utuqliq tamomlagan. Mo'ngluq Baqiev biroz vaqt o'zi o'qigan maktabda ustozlik qilgandan keyin Almuta shahridagi maktab nashriyatiga ishga yo'tkildi va cho'ng mudir lavozimlarida xizmat qilgan. U hayotining oxirgi vaqtlarida shu chog'dagi Cumhuriyetlar aro kommunizm tig'i, ya'ni hozirgi Uyg'ur ovozi gazetiga tarjimon bo'lib ishga o'rinlashdi va hayotining oxirigacha adabiy ijodiyat ham tarjimonlik bilan shug'ullanadi. Mo'ngluq Baqiev az hayot kechirgan bo'lsa-mu, Qozog'iston Uyg'ur adabiyotida bo'libmi, proza sohasida o'ziga munosib iz qoldirib ketdi. Yozuvchi o'z davrida Qozog'istondagi Uyg'ur adabiyotini, bo'libmi proza sohasini hikoya va povest janrlari bilan betish qitirishgan. Buningga adibning 1954-yili yo'riq ko'rgan Mahi Buloq, 1959-yili yo'riq ko'rgan Yo'riq Yulduz hikoyalari sabab bo'la oladi, albatta. Yozuvchining bu xildagi asarlari shu vaqtdagi adabiyotchilar va tanqidchilar tomonidan yuqori baholanib, Moskvada nashr qilingan Utrенний ветерок hikoyalar to'plamida Yo'riq Yulduz asari rus tilida, Ta qizi hikoyasi bo'lsa qozoq tilida Jetsu gazetida e'lon qilingan edi. Buningdan tashqari yozuvchi xotirlar, mehr, yo'l hikoyalarini yozib, u o'z ijodiyatida bo'libmi yoshlar shu vaqtlardagi oliy o'qish o'rinlarida bilim ilayotgan Uyg'ur studentlari hayotidan esda qoladigan voqealarni tasvirlagan. Yozuvchi Qozog'iston Uyg'ur adabiyotida povest janrining rivojlanishiga o'zining bir kishilik to'hfasini qo'shdi. Uning Yozushi nashriyatida 1967-yili nashr qilingan Sexiyar, 1971-yili nashr qilingan Rana, 1979-yili nashr qilingan Ular texi bala idi povestlari shular jumlasidan bo'lib, ularda adib zamondoshlarining yorqin qiyofatini tasvirlagan. Mo'ngluq Baqievning 1983-yili yo'riq ko'rgan Bir yoz bir qish romanining shu vaqtda Uyg'ur adabiyotida roman janrining taraqqiyotini ko'rsatadigan asarlar qatoriga kirgizilishi, yozuvchi qalamining kela o'tkirlashganligini, tasvirlash obyektlarining kengayganligini, qahramonlar galereyasining quyuqlashganligini namoyish qilgan edi. Mo'ngluq Baqiev afsus oz yashadi. Uning ijodiyati gulinib, Uyg'ur adabiyotini yanada mazmunli, salmoqli asarlar bilan to'ltirish mumkinchiligi tug'ilgan vaqtda ko'z yumdi.